Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan Raqobat qo'mitasi huzuridagi raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi faoliyati erkin raqobat sharoitini yaratish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Joriy yilning 9 oyi davomida markazda 300 ga yaqin tovar bozori bo'yicha chuqur tahlillar amalga oshirildi. Tasavvur qiling, siz investorsiz yoki ishlab chiqaruvchi. Mahalliy bozor uchun sifatli tovar ishlab chiqarmoqchisiz. Xo'sh, ishni birinchi navbatda nimadan boshlaysiz? O'sha mahsulot bizning bozorga to'g'ri keladimi? Uni ishlab chiqarish qanchalik o'zini oqlaydi? Ana shular haqida qiziqasiz albatta. Bu borada yangi tashkil etilgan Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi tadbirkorlar uchun eng yaqin yordamchi. Monopoliyaga qarshi tartibga solish va raqobatni baholash bo'yicha qo'shma tadqiqotlar va tahlillar olib borish. Ularning natijalari asosida qonunchilik va amaliy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish markazning eng asosiy vazifalaridan. Iqtisodiyotdagi raqobat holatiga aniqlik kiritish uchun, ya'niki bozorning konsentratsiyalashuv darajasiga aniqlik kiritib bilishimiz uchun biz avvalambor bozordagi ex ante yoki ex post holatidan kelib chiqqan holda HHI, ya'ni Hirschfeld indeksidan foydalanyapmiz. Bu bozorni qay darajada aynan ma'lum bir tovar yoki xizmat bilan to'yinganlik darajasiga aniqlik kiritib beradigan bo'lsak, bu bozorda boshqalarga nisbatan ustunroq mavqega ega bo'lishi mumkin bo'lgan holat yoki bo'lmasa ulushi yuqoriroq bo'lgan holatni CR4 yoki CR3 ko'rinishidagi tahlil natijalarida biz aniqlab beryapmiz. Tovar yoki xizmatning to'yinganlik darajasi o'z navbatida nimani beryapti biz uchun? Avvalambor investorlar uchun investitsiya shu sohaga jalb qilish kerakmi, yo'qmi degan savolga o'z navbatda javob topib berishga sharoit yaratib beryapti. Markaz tomonidan joriy yilning dastlabki 9 oy davomida 300 ga yaqin tovar bozori bo'yicha chuqur tahlillar olib borildi. Shu jumladan kimyo sanoati bo'yicha 541 turdagi mahsulot o'rganilib, 281 turdagi tovar mahalliy ishlab chiqarish hisobiga bozorni to'liq ta'minlash imkoniyatiga ega emasligi aniqlandi. Markaz ilmiy tahlil bilan amaliy siyosatni bog'lagan holda ekonometrik modellardan samarali foydalanmoqda. Xususan, Arima modeli asosida guruch, mol go'shti, parranda go'shti, sut, kartoshka va sabzi kabi ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar narxlarining qisqa muddatli prognozlar tayyorlanmoqda. Xo'sh, natijasi-chi? Natijalarga ko'ra, ayrim sohalarda mahalliy ishlab chiqarish hali yetarli emasligi aniqlandi. Bu bo'yicha investorlar uchun istiqbolli yo'nalishlar tavsiya etildi. To'yinganlik darajasini yana bir ko'rinishi oziq-ovqat mahsulotlari yoki bo'lmasa yosh bolalar uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat turlarida qayd qilinishi bilan ahamiyatli bo'lyapti. Misol, mayonez mahsulotini bozorimizga kirib kelish natijasida uni to'yinganlik darajasi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan 28% ni tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatda importni holatini yoki bo'lmasa eksportni holatini inobatga olgan holda bu ko'rsatish to'g'risida ma'lumot berib boramiz va bu ma'lumotga asosan aynan oddiy mayonezni O'zbekistonda ishlab chiqarish zarur ekanligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Yoki bo'lmasa yana bitta jihati bo'linki gigiyenik vositalardan tish cho'tkasi yoki bo'lmasa pasta deymiz, o'sha shu kabi vositalarni o'zimizdagi bozordagi holat bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, uni to'yinganlik darajasi borinki gigiyenik vositalardan shampunni 36% deydigan bo'lsak, tish pastaniki 2,9% ni tashkil etib turibdi. Iqtisodiyotimiz uchun zarur ma'lumotlardan biri sifatida qarashimiz mumkin va o'z navbatida shu bozorlarda raqobat shakllanishi zarur ekanligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. BRICS, United States, UNDP, JICA va Jahon banki kabi tashkilotlar, shuningdek mahalliy universitetlar va aql markazlari bilan qo'shma ilmiy tadqiqotlar yo'lga qo'yilgan. Tadqiqotlardan tashqari yana kadrlar malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash ishlari tizimli yo'lga qo'yilgan. 196 ta xo'jalik yurituvchi subyektlardan jami 361 ta monopoliyaga qarshi compliance xodimi malakasi oshirildi. Tovar va moliya bozorlarida raqobat muhitini tahlil qilish hamda huquqiy amaliyotni to'g'ri qo'llash bo'yicha bir qancha kurslar tashkil qilingan. Kurslarda asosan davlat xaridlarini to'g'ri tashkil qilish, monopoliyaga qarshi compliance bo'yicha xodim bor, ya'ni undan tashqari yana davlat xaridlarini amalga oshiruvchi xodimlar bor. Shularga shu davlat xaridlarini to'g'ri amalga oshirish, tariflarni to'g'ri qo'llash asosli qilib raqamli platformalar joriy qilindi, o'shalarni ham tushuntirilib olib borilyapti. Bugungi kunda 100 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'plab murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ular bo'yicha markaz mutaxassislari tomonidan tahlil ishlari olib borilmoqda. Albatta, markaz tomonidan o'tkazilayotgan bunday iqtisodiy tahlil va tadqiqotlar tadbirkorlik va biznes sohasidagi yangi imkoniyatlarni ochib, iste'molchilar huquqlarini ta'minlashga, mamlakatda raqobat muhitini kuchaytirishga va samarali taraqqiyotga xizmat qiladi.